ko'rib olamiz. Xo'sh, ringdagi 3-shaxs Sobir Hakimov, xalqaro toifadagi hakam. Aynan u jangni boshqaradi. Yerki Bulan jeb bilan boshladi, chap qo'lda ham. Nikulin kuzatyapti jarayonni. Yana jeb Nikulindan. Yerki Bulanning zarbalarini ko'ryapsiz. Bunisi havoda qolib ketdi. Xo'sh. Chap qo'l, Yerki Bulanning zarbasi kuchli chiqdi. Va mana bunday zarbalar e'tibor bering. Yerki Bulan. Knockdown holati. Xo'sh, yana bitta bo'ldi menimcha. Bo'ldi. 3-nuqta tegishni ham kutib o'tirmadi.